Aziz do'stlar, bizdagi yangi rubrika Mazza qildim loyihasi. Bizga kelgan mehmonlarni bir shiorlari, maslahatlarini doimiy ravishda yozib boramiz. Hozirgi mehmonimiz Belar jamoasining asoschilaridan Mirzoqdagi yaqin do'stlar bilan kelishgan. Ikkovimiz shulardan ham bir hayotiy bir hikmat olamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Abdulloh Chochin kuzatuvchilari. Meni maslahatim asli zo'r loyiha boshlabdilar-da. Meni maslahatim, to'g'ri yoshim kichkinadir, endi 29 ga kirdim. Bu 3-4 kun oldin mana shu narsa haqida o'ylab turdim, shu video haqida olaman, vaqt o'yin olib qaytganda nima qilgan bo'lardim deb turgandim. Bugungi shu narsa nasib ekan. Birinchi o'rinda meni maslahatim ota-onam duosini olish kerak. Duo deyish katta. Qayerda aytgan-ku, oltin olma duo ol deb. Duo deyish katta. Ikkinchisi, hech kimga odam zotga ishonmaslik kerak. Oynaga qarab turib, hozir shu inson aldab qo'yadi deb turib, hatto o'ziga ishonmaslik kerak. Eng katta fichka shu narsa. Ishonchsizlik. Ishonmang, oldinga harakat qiling, faqat oldinga. Duoni oling. Ota-ona g'animat. Duo deyish katta. Hikmatullo aka, kasb hunaringiz nima? Shu hunaringizdan kelib chiqib, bizga nima maslahat berasiz va xalqimizga? Xo'p, hunarim navoiychilik qilamiz. Shu hunarda halollik bo'lsa yaxshi, qayda bo'lsa ham chiroyli ishlab, halol bo'lsa, ish yaxshi bo'laveradi, baraka topadi. Shunga qarab Alloh ham beraveradi. Shu ota-onaning duosi avvalida Allohga tavakkal qilib, yaxshi ishlarni boshlash kerak. Shu navoiyxona sohasida ham yaxshi bo'ladi shu narsa. Bilolxon aka, kasb hunaringiz nima va shu soha bo'yicha nima maslahat berasiz xalqimizga va yoshlarga? Biz kasb hunarimiz savdo-sotiq. Endi savdo-sotiq birinchidan halollik, ro'zg'or bo'lish, biroq haqqini yemaslik. Birinchi o'rinda shunday o'ylaymiz. Shunda baraka bo'ladi. Shunda baraka bo'ladi. Xizmat uchun rahmat. Xush kelibsizlar aka. Choylarni ichdingmi? Mazasi qalay? Maza qildi aka, rostdan. Qonat chiqadi. Ha, qonat tavba aka. Yo'q, xursandmiz. Xush kelibsizlar.